Turkiston hududidagi 3 ta asosiy davlat. Buxoro amirligi, Xiva xonligi va Qo'qon xonligi. Bular umumiy Turkiston birlashuvidan ko'ra o'z taxtini saqlab qolishga ko'proq urinishadi. Va bu borada Buxoro amirligi Qo'qon xonligiga nisbatan siyosiy ustunlik qilish maqsadida Rossiya imperiyasi bilan aloqalarni o'rnatadi. Xiva xonligi Buxoro amirligiga ustunlik qilish uchun Rossiya bilan savdo aloqalarini yo'lga qo'yadi. Bu bo'linishdan Rossiya imperiyasi unumli foydalandi va bo'lib tashlash siyosatini amalga oshiradi. Ya'ni sizlarga yordam beramiz, ya'ni dushmanlaringizdan himoya qilamiz ma'nosida yolg'on takliflar berib, bo'lib tashlash siyosatini amalga oshirishni boshlaydi. Turkiston hududida, ya'ni ikkita xonlik va bitta amirlikda diniy va ma'rifiy tafovutlar bo'ladi. Masalan, Buxoro amirligida konservativ diniy ustunlik bo'ladi, jadidchilarni dushman sifatida ko'rishadi. Qo'qon xonligida jadidchilar ustunlik qiladi va yangi maktablar ochiladi. Xiva xonligida esa eski tuzum qozilar, qorilar davlatga sodiq bo'lishadi va o'rtada, ya'ni Turkiston hududida urug' nimasi bo'ladi, ildizi chuqur bo'ladi. Ya'ni umumiy Turkiston manfaatidan ko'ra o'zini urug'ini manfaatini ustun qo'ya boshlaydi. Masalan, qo'ng'irot, yuzlar, minglar va shunga o'xshash boshqa urug'lar o'zini urug'ini manfaatini birinchilikka qo'yadi. Ya'ni Turkiston umumiy ma'noda bo'lgan, lekin siyosiy kuchga ega bo'lmagan. Va bu urug'lar o'rtasidagi kelishmovchilikni Rossiya imperiyasi to'g'ri yo'naltiradi va urug'larni bir-biriga qarshi qo'yishni boshlaydi. Ya'ni millatchilik, urug'chilik boshlanadi. Bo'lib tashlash siyosatini boshlagan paytida, ya'ni Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoga siljigan paytda urushsiz, ya'ni 1860-yilda urushsiz egallashni maqsad qiladi. O'rtadagi kelishmovchiliklar sababli 1865-yilda Rossiya imperiyasi Toshkentni bosganda Buxoro amirligi qo'l qovushtirdi, ya'ni harakat qilmaydi. 1868-yilda Samarqand egallanganda Xiva, ya'ni Xiva xonligi bu bizga tegishli emas deb qo'l qovushtiradi. 1873-yilda Xiva bosilganda Buxoro qo'l qovushtiradi. Ya'ni o'rtada birdamlik bo'lmaydi. Va bu nima xatoliklarga olib keladi? 1876-yilga kelib Turkiston butunlay Rossiyani nazoratiga o'tadi. 1917-yilga kelib Sovet ittifoqi ostida birlashadi. Va jadidchilar, bosmachilar tarixiy xatolarni to'g'irlash yo'lida halok bo'lishadi. Ya'ni qatag'on qilishadi, otib o'ldirishadi, uzoq yillik qamoqlarga tashlashadi. Bu tarixiy kelishmovchilikning natijasi edi. Ya'ni birlashmaslikning natijasi edi.